Allah'ın cami peygamberlerimiz yaşsa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat salamlar. Yigit bir az avliyalarga. Bana şu yigit topgani yaxshi kunlarga buyursin. Uzatın ap geldi mi? Ha? Eldi yaxshi duosi tegsin, nasib bo'lsa yo'li ochiq bo'lsin. Farzandlari ham Ey yoldaş. elimizde yurtimizda o'rin oladigan yigitlar bo'lsin. Yurt boshqaradigan yigitlar bo'lsin. Ilohim. Polvon bo'lsin, o'zidek halol polvon bo'lsin. Nasib bo'lsa mana shu xonadonga yaxshi kunga ko'p kelay, to'y ko'p bo'lsin. Bosh to'ydan chiqmay yursin. Yaxshi kuni ko'p bo'lsin. Allohdan nima tilagim bo'lsa tilagim bersin. Avvalam yillarimiz obod bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha topgan yigitlarni yaxshi kunlarga bersin. Hamisha sog' bo'laylik, omon bo'laylik. Mana sog' kellarimiz omon qaytingizlar. Hamisha shu xonadonga to'y deb kelaylik. Allohumma solli sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajina bi hamin jamil ahwal wa lafat wa tazilana bi hamin jamil hajat. Tahrna bi hamin jamil sayhat. Tarfa'una bi hawla darajat. Tawalligna bi afsal hayati min jamil hayrati fil hayati badal mamat. Hammani shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Amin. To'y egasidan zot aytaman, armonda ko'p o'g'illar. O'tkir çoban mana ulu nasip bo'lsa katta yigit bo'lsin. Saman çoban o'xshan ser farzand, ser davlat zo'r yigitlar bo'lsin ular. Sardor raketada. Akani tashlab qo'yaman o'rtaga.